Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli bizni kuzatib yurayotgan akalar. Xo'p, bizda egizak katta yo'llar tayyor bo'ldi. 10 sutlik, bu 20 sutlik. 10 sutlikda YouTube'da açtılardı videolarni qo'yib, 20 sutlikni hech qo'ymadik. Bugun shunga navbat asosiy urg'u shunga qaratiladi akalar. Bu ikki katta yo'limiz ham Andijon Chinobodga tayyor bo'lgan. Egalarni kutyapti. Sirin tashvishda ekan, to'yda ekan, to'yda o'tkazib kelib olib ketishadi ungacha. Video qilamiz akalar, 20 sutlik. 10 sutlik. Komplek shu holatda bo'ladi. Mana tayyor holatda ishlar ishlanganlari. Padachiga ham ishlangasini beramiz, xudo xolasa. Bu katta yo'limiz 350 kilo ko'mir sig'adi. 350 kilo mo'ljallaganmiz. Rasxodini aytadigan bo'lsak, 20 sutlikka 300 kilo, rasxod 250-300 kilo orasida va ob-havoga o'xshab 350 kilo bunker qilganimiz sababi kuchli anomal sovuqlar bo'lib qolishi mumkin har ehtimolga qarshi. -10, -15 bo'lib ketishi mumkin. Ash paytlarda rasxod ko'payadi, 350 kilo rasxod bo'ladi. Bitta zapravka qilib qo'ysa ertalabgacha chiqib ketadi. Ko'rinayotgan bo'lsa, ichadagi turbalarni ham plom bilan qilganmiz. Padachi bu tomonda olinadi. Obratga orqa bu yoqqa qo'yiladi. Hop, shu eshiklari suvli bo'lgan, pastga eshiygan bo'lsak, qo'rimchidaylarni olgan xot qilingan. Pastda havo u betdan bu betga o'tadi. Ham eshiklari vadimi. Bu katta yo'lda chekiladigan bo'lsak, 4 ta kitob bor. Bu tushib, chiqib, tushib, bu yog'iga turbalar terilgan. Bunaqasiga o'timiz yuradi, sizlarga tushuntirsam, aylanib. Hozirgi kunda eng kuchli katta yo'limiz shu turibdi. Mana bizniki aytilgan rasxodni ko'paytirib aytamiz. Sizlarga maqsad sotish uchun mancha rasxod qiladi, oz rasxod qiladi deb keyin o'rnatib olgandan keyin ko'mir ko'p rasxod qilyapti, bizda problemalar bo'lmaydi. Ko'pini eshityapmiz, bilyapmiz. Katta yo'limiz misol 30 sotlikka 350-400 kilo deb rasxod qilgan, 500-600 kilo. Hozirgi kunda rasxod qilayotgan bo'lgan mana problemalarni eshityapmiz. Bunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Yo'q. Bizda o'tgan yili yoqib sinovdan o'tilgan rasxodga ham jicha qo'shib aytamiz zapasini olib. Shunda ham lekin rasxod oz. Hamma o'zi qilayotgan katta yo'lda maqtaydi deyotgan bo'lishi mumkin akalar. Yoqib, mana istaganlar, yoqib ishlatganlar yana zakaz qilib olishyapti. Hozir ham yanvarda oxiriga zakaz olyapmiz. O'chirtimiz nihoyatda ko'p zakaz. Bizga tayyor katta yo'llarni bosib qo'yganimiz yo'q, sotiladi deb. Bizda faqat zakaz qilingan. Bu ham zakazga ketishga bitta katta yo'l chiqaryapmiz, xudo xolasa. Ichkarida tayyor bo'lyapti. Hozir bugun yana 3 ta katta yo'limiz tayyor bo'ladi. Bittasi Oltinko'lga, bittasi o'zimizga Jalabega, bittasini Surxondaryoga chiqaradi. Mana ichki holati. Ko'rib turibsizlar, mana 4 ta kitob bor. Ikki kitobning orasiga 40 litr turba to'qiganmiz mana. Ishlarini ham ko'rsatib, bizda unaqa sir yo'q. Kelib ko'rib o'rganib qilaman deganlarga ham bemalol ko'rsataveramiz akalar. Mana birinchi kitob turba, kitob turba, kitob turba, oxirdagi kitob pastga o'tib haydaydi. Bunaqasiga mana tushuntirsam, o't oldidan yonadi. O'tadi, birinchi kitob orasidan pastga tushadi. Bu yoqqa tepaga yuradi, yana bitta pastga tushib turib, keyin bunaqasiga yuradi. Aylanadi ilonga o'xshab. Xo'p, kitoblarning orasida quriladi, tozalanadi, mana eshikdan tortib olinadi. Bu tozalashga ham xudo xolasa qulay. Mana turbali kitoblar, mana oralari bekilgan. Tozalashga mana xuddi ko'rib turibsizlar, 10 sm eng past nuqtasiga qo'yganmiz, bu yog'i 15 bo'lib ketgan. Bemalol qurillarni olinaveradi. Pastda ham 1 gektar joy bor. Tortilaveradi. Gazni ham yoqaman desa, gazni bu yerdan garilkani tiqadi, gaz yoqadi, gaz ham aylanib. Gazga ham ishlatishga xudo xolasa zo'r effekt bo'lyapti. Gazga ham ichiga bitta lisk qilinadi, garilkani o'rnida teshib qo'yiladi. Lisk yopib turaveradi. Eshigi yopilmaydi o'ziniki.
eshik tez bo'lmaydi, havo chiqib ketib qoladi. De buni eshiklarini qatirmadim. Mana eshiklar qo'yilgan holati bu. Hop, bu 10 soatligimizni ham shuncha qilib o'tamiz. 10 soatligimizga akalar 250 kilo 230 kilo mo'ljallaganmiz. Rasxotimiz 180-220 kilo orasida qilib chiqyapti shu kunga. O'tganlik natijamiz 10 soatlarga asha bir 200 kilo o'rtacha rasxot qilishdi. Belolma ko'mir yoqishdi. Qirg'izli belolma ko'miri. Endi Angren yoqadigan bo'lsa 200 kilo emas 400 kilogacha ketadi. Uni hamma biladi yaxshi. Angrenning kaloriyasi past, musor, axlat ko'p. Belolmada bir sezon tozalashmadi. Mana aytadigan bo'lsa, bir sezondan tozalashmadi kattalar, chunki belolma unaqa kul toza yonib, mana mashadan qilib ko'mir yoqib solib yoqishadi. Yonib tepadan yongani uchun tepadan pokiza yoqib pastga tushadi. Pastda 10 sm oshib ketsa 15 sm kul qoladi, xolos. Unaqa shilay bo'lmaydi bu katta yo'lda. Katta yo'llarda shilay bo'lishining sababi havo, kislorod yaxshi yetishmovchiligidan ko'mir yaxshi yonmaganda shilay tushadi. Shunga e'tibor berasizlar, katta yo'llar shilay bo'lib qolayotganlar, havodan problemalar bor. Mana havolar ko'p turli havo yo'llarini. Hop, mana 10 soatga 330 watt, 20 soatga mana 500 wattli ulitga qo'yilgan. Shu 220-200 kilo 10 soatga rasxot qiladi. Bu katta yo'limiz o't yonadi, 2 dona kitobi bor. O't yonib, ikkita kitob orasidan pastga tushadi. Bunaqasiga aylanib chiqib ketadi. Hozirgi kunda biz uchun biz qilib sinayapmiz. Shu katta yo'llar eng zo'r bo'lib turibdi, eng yaxshi yoqyapti. Ekonomik bo'lyapti biz uchun. Kimga qanaqa bilmayman. Ixtiyor o'zingizlarda akalar. Boshqacha model katta yo'llarni ham internetda ko'rib, ishonib bir ikkita akamiz oldi. Uni videosini katta qilib video qo'yamiz. Ashi orqalari bir boshqacha eng zo'r deyilayotgan katta yo'ldan bitta akamiz yasatib qo'ydi. Rasxot cheres turib, o'rniga yasalyapti. Tez orada uni qo'yamizda, katta yo'llarni ham qator terib olib turib, farqini rasxotlarini inshaalloh gapirib o'tamiz. Hop akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Videolarimizni qo'yishimiz cho'zilib qolyapti, albatta ish ko'pligi uchun. Bunaqa katta yo'llarda rasa ko'p chiqaryapti. Masalan, 10 soatlikda har chiqarganimiz video qilmayapmiz-da, manaqa yangilik qo'yilmagan katta yo'limiz bo'lsa arzon qilib qo'yib qo'yadi. 20 soatligimiz qo'yilmadi, qo'yapti. 10 soatligimiz qo'yilgandi. Ikkovi teng tayyor bo'lib qolgani uchun qilyapmiz. Hozir yana bir 3 ta katta yo'llar tayyor bo'ladi. Xudo xolasa yo bunga ulaveramiz yo alohida video qilib qo'yaveramiz. Akalar, izlashda davom etinglar. Capital House xizmatinglarda ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Obuna bo'lib, katta yo'l istab yurgan yaqin tanishlarga jo'natib beramiz. Rahmat e'tibor uchun.